Boshladik do'stlar. Hammaga assalomu alaykum. Xayrli kech. Bilaman ko'pchilik ancha kutib qoldinglar. Xudo xolasa boshladik. Endi to'g'ri tushunasizlar. Hammani mikrofonni birma-bir ochaman. Savol javob qilayotgan paytda ungacha iloji bo'lsa hech kim xalal bermay tursa yana ham yaxshi bo'lar edi mikrofonni ochgan insonlarning diqqatiga. Hammani savol, kimda savol bo'lsa, xullas qo'lini ko'taradi, savolinglar berishlaringiz mumkin deb aytgan paytimda, kim bemalol savol bersanglar bo'ladi. Xo'p, yana bir bor hammaga assalomu alaykum, xayrli kech. Ko'pchilikni bilmaganlar diqqatiga, bilmaganlar diqqatiga, ismim Habibullo. O'zim Samarqandlikman, yoshim 25 mana shu YouTube sohasida anchadan beri ish faoliyatimni olib kelaman, 2 yildan oshiq. Xo'p, bugungi mavzuyimiz asosan mana shu YouTube sohasidan ko'pchilik menga savol bilan murojaat qilardi. Shaxsiy lichkamda va anchadan beri jonli efir qilmadik. Ya'ni jonli efirimiz, bugungi mavzuyimizni jonli efir qilishimizning asosiy sababi shu. Anchadan beri jonli efir qilmaganmiz va plusiga juda ham savollar ko'payib ketgan edi. Mana ishlarim chiqib boshlansa. Shu sabab jonli efir qilishga qaror qildim va bugun xudo xolasa eng global bo'lgan mavzular haqida gaplashamiz. Ya'ni YouTube akkauntni to'g'ri ochish, to'g'ri nastroyga qilish, to'g'ri sozlash va undan tashqari YouTube akkaunti prosmotrlari nima uchun 0 bo'lib qoladi, bu haqida gaplashamiz sizlar bilan. Va undan tashqari 3-mavzuyimiz bu bo'ladi. Hozir 3-mavzuyimiz nima uchun yangi kanallarda prosmotr 0 bo'lib qoladi va yangi yo'nalishlar, qanaqa yo'nalishlar men tavsiya beraman. Shu haqida gaplashgan bo'lamiz sizlar bilan. Boshladik do'stlar bo'lmasam. Menga ko'rinyapti. Mikrofonlarni keyin ochaman, birma-bir ochaman. Hozir ovozim eshitilyaptimi? Agar eshitilayotgan bo'lsa, ha deb gapirib o'ringlar biror kishi. Sizlarmi ovozim eshitilyaptimi? Yaxshi. Да, нормальный. Отдельно. Bo'lmasam boshladik. Ekranni turimiz. Ekranim ko'rinyapti, menimcha sizlarga. Yo'q, hali ko'rinmadi. Ekran ko'rinmadimi? Yo'q, menda ko'rinmadi. Yo'q, hali ko'rinmadi. Hozir nima qilamiz? Endicha boshqalarga ko'rindimi? Boshqalarning mikrofonini yoqqanman. Ko'rinyaptimi? Aytib o'ringlar. Yo'q. Ko'rinmayapti, demak. Yaxshi, nima qilamiz hozir 1 daqiqa. Endi ko'rinishi kerak menimcha. Ozgina kutingchi, Telegramdan bo'layotgan. Nima uchun ko'rinmayapti? Bo'lishi mumkin emasmi? Bo'z bo'lib qoldi. Telegramga o'tinglar, Telegram kanalida bo'lyapti darslik, to'liq darslik. Instagramdagilar barcha diqqatiga, Telegram kanaliga o'tinglar. Ko'rinmadi baribir. Yo'q. Men yoqib ko'raymi yo sizda faqat shunaqa bo'lyaptimi? Yo'q. Unda bunaqa bo'lmasligi kerak edi, hozir ko'ramiz. Chiqib ketdilarmi?
Men boshqatdan ochyapman-da. Endi uradi. Ha, ko'rinadi. Ko'rindi. Да. Endi ko'rindi. Xo'p, ko'ringan bo'lsa, boshlaymiz. Xo'p, birinchi o'rinda nimadan boshlaymiz biz? Gmail akkaunt ochishdan boshlaymiz. O'zimni kameramni o'chirib qo'ydim, чтобы ekran zapis ko'rinishi uchun. Balki shundan muammo bo'lyapti deb o'yladim. Xo'p, do'stlar, qaranglar. Ko'rinayotgan bo'lsa, boshladik. Обычный Gmail akkaunt ochish joyidaman. Sizlarda ham xuddi shu bo'lim bo'ladi. Xohlasanglar telefondan, xohlasanglar kompyuterdan, yo futbol ko'rmayapman. Bu yerda dars ketyapti. Kompyuterdan, xohlasanglar, xullas planshetdan nimadan bo'lsa ham o'zlaringizga qulay ilova orqali sizlar bemalol Gmail akkauntdan shu ochsanglar bo'ladi. Mana shunaqa bo'lim chiqib keladi barchaga. Kimdadir ruscha, kimdadir inglizcha. Menda hozir inglizcha turibdi. Men bu yerda akkaunt ochma, bu yerda создать akkaunt bo'ladi agar ruscha bo'lsa sizlarda. Agar inglizcha bo'lsa mana shu yozuv. Tak, biz ochamiz akkaunt. Bu yerda masalan o'zingizni ism familiyangizni kiritishingiz kerak. Bu yerda ismingiz, pastda familiyangiz, xullas kiritishingiz kerak bo'ladi. Masalan, ism nima? Habibullo deb yozamiz. Habibullo, Amirxono. Tak, yozdik masalan shuni. Bo'ldi, ism familiyangiz. Endi men mana shu joyda sizlarga qisqacha tushuntirib o'tib ketaveraman. Nima uchun biz Gmail akkauntimizga o'zimizning ism familiyamizni kiritishimiz kerak? Xo'sh, qaranglar. Sizlar mana soliq to'ldirmagansizlar. Ko'pchilik hali bu narsalarni tushunmaydi. Mana maysatsiya o'rganganingizdan keyin, kanalingizda AdSense shot raqami AdSense ochganingizdan keyin u yerda siz soliq etapi bor, shu soliqni to'ldirishingiz kerak-da. Mana shu joyda sizda mana bir ism familiyangiz qanaqadir xato bo'layotgan bo'lsa agar yoki bu yerdagi ism familiyangiz bilan sizdagi YouTube'dagi yoki bir boshqa tomonlama qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa agar, mana bu ismingiz juda ham katta rol o'ynaydi. Ertaga siz soliq etapini to'ldira olmasligingiz mumkin. Bu juda ham ko'p muammo bo'lgan. Biz o'zimizga ham murojaat qilgan insonlar ichida juda ham ko'p muammo bo'lgan. Shu sabab men ko'pchilikka maslahat beraman. Mana shu yerda o'zingizning ism familiyangizni yozishingizni. Ertaga maysatsiya ulashda ham, soliq etapini to'ldirishda ham ancha-muncha katta foyda bo'ladi. Hech qanaqa bir qiynalmaysiz. Shu sabab bu yerda o'zimizning ism familiyamiz bo'lishi kerak. Va bu ism familiyangiz hech qanaqa rol o'ynamaydi. Sizni o'zbek deb tanib qolib yoki bilib qolib yoki siz amerikalik qaysi Jonni yoki Mahamat Magandi, xullas bunaqa ismlar qo'yish kerak emas. Shunchaki o'zingiz ism familiyangizni kiritsangiz bo'ldi Gmail akkauntga. Undan keyin bu yerda esa tug'ilgan oy, masalan, avgust yoziladi bu yerda, kun 25, yil 2001. Masalan, o'zi har bir inson o'zining tug'ilgan yilini yozadi. Bu yerda esa ayol kishi bo'lsa, ayol kishi, erkak kishi erkak, xullas tanlaysizlar bittasini, tanlab ketaverasizlar. Birisini tanladim hozir, tavakkal holat tanlab bittasini. Next tugmasi bosiladi. Bosilgandan keyin mana shu yerda 3 ta etap chiqib keladi. Bu yerda xohlasanglar sizlar o'zlaringiz Gmail akkauntlaringizni xohlagan usulda yozib kirita olsanglar bo'ladi. Men prosta mana shu yoqqani uchun tanlayman. Keyin bu yerda ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Oxiridagi sonlar bo'lsa hech narsa qilmaydimi? Yo'q, hech narsa qilmaydi. Xotiramanglar, Gmail akkauntlaringiz oxirida sonlar bo'lib qoladigan bo'lsa, hech qanaqa zarari yo'q. Tanlaysiz va next tugmasi bosasiz. Bu yerda esa parol so'rayapti bizdan. Tak. Parol kiritamiz. Har bitta inson o'zini masalan qanaqadir paroli bor. Mana o'zim shu bilgan parolim bor, shu parolni kiritaman. Tak. Parol kiritgandan keyin bizda mana bu yerda mana QR kod so'rayapti. Hozir men o'sha akkaunt ochib qo'yganman. Oldindan akkaunt ochib qo'yganmiz, xullas. Ochilgan bizning akkaunt. Men bu yerda shu yergacha olib kelib berdim. Bo'ldi. Sizlarda mana shu yerda QR kod so'raydi. QR kod so'rasa, telefonlaringiz bilan avtomatik tarzda подтверждение qilsanglar bo'ladi, подтвердить qilsanglar bo'ladi. Agar sizlarning telefonlaringizda yangi nomer bo'ladigan bo'lsa, agar QR kod so'ramaydi, to'g'ridan-to'g'ri nomerni o'zini so'raydi. Agar sizlarning telefonlaringizda Gmail akkaunt haddan ortiq ko'p ochilgan bo'lsa va yangi nomer bo'lmaydigan bo'lsa, agar sizlardan mana QR kod so'raydi. Bu QR kodni esa telefonlaringiz kamerasi orqali skaner qilib kirsanglar bo'ladi. Lekin skaner qilgan o'sha telefoningizda yangi nomer turgan bo'lishi kerak. Ya'ni eski paytda eski Gmail akkaunt ochilgan nomer emas, balki hali Gmail akkaunt ochilmagan yangi nomer turgan bo'lishi kerak bo'ladi. Shunchaki skaner qilib kirasizlar. Bo'ldi va tayyor akkauntlaringiz tayyor bo'ldi. Endi muhim jihati mana hozir qisma-qisma tushuntirib o'tib shu yergacha. Undan keyin esa bu bundan ham muhimroq, bundan ham vajinroq bo'lgan narsa bor. Nima desanglar, bu mana tayyor akkaunt ochildi deylik, o'sha akkaunt ochiladi bundan keyin. Ochildi deylik. Endi bu akkauntni biz to'g'ri sozlashimiz, ya'ni to'g'ri nastroyka qilishimiz bo'ladi.
Tak. Bunga ham hozir to'xtalib o'tamiz do'stlar. 1 daqiqa. To'g'riroq. To'xtalib o'tamiz. Endi mana shu joyda hozir men sizlarga tushuntirib ko'rsatib beraman. Nastroyka qilishni birma-bir. Tak. 1 daqiqa. Kamerani qo'ying. Kamera bilan bo'laylik, men joyda nima qilgandek bo'lyapman. Ulanda ekran ko'rinyapti? Ava. Boshqa yerda yo'q, ko'rinyapti. Xo'p. Endi Gmail akkauntga kirib olganimizdan so'ng biz uchun qilinishi kerak bo'lgan narsalar. Birinchi o'rinda Gmail akkauntimizni to'g'ri nastroyka qilib olishimiz. Mana shu bo'limga kirgandan keyin ko'pchilik to'g'ridan-to'g'ri nastroykaga kirib ketadi. Bu yomon emas, yaxshi, to'g'ri ish, lekin bundan oldin ham qilinishi kerak bo'lgan narsa bor. Nima desanglar, mana Gmail pochtaga kirib olasizlar. Gmail pochtaga kirib olasizlar. Mana shu Gmail pochtaga o'zi kelgan bo'ladi sizlarga xabar. Hozir 1 daqiqa. Mana shu Gmail pochtaga mana shunaqa xabar kelgan bo'ladi sizlarga. Ko'ryapsizlar? Aytayapti, sizni Honor X6B qurilmangizda telefon shunaqa nima ochildi, akkaunt ochildi. Shuni qabul qiling, bu narsadan xullas o'ting, boshlang, nomeringizni kiriting, mana Gmail akkauntga qalaringizni yuklab oling, xullas shunga o'xshagan yangiliklarni ko'ring. Xo'p, buni nima uchun kirishimiz kerak? Men shu joyda aytib o'taman. Qaranglar. Shunaqa robotlar bor, mana ko'pchilik bilmasa aytib o'taman, shunaqa robotlar bor, bir kunda 5 ta 6 gacha Gmail akkaunt ochib beradi. Endi ko'pchilik o'ylashi mumkin, Gmail akkaunt faqatgina YouTube uchun kerak. Yo'q do'stlar. Gmail akkauntlar ko'pincha chorli narsalar uchun ham kerak bo'ladi. Masalan, har xil bo'lar bo'lmas internetda chorli saytlari ham borda. Aynan mana shu chorli saytlar uchun shunaqa robotlar yasab qo'yadi hakkerlar. Ular bir kunda 5 ta 6 ta Gmail akkaunt ochib beradi. Nima uchun Gmail akkaunt ochish qiyin bo'lib qoldi? Asosiy sababi ham xuddi shunda. Gmail akkauntdan har xil yomon ma'nolarda ham foydalanganligi uchun ham Gmail akkauntni qattiq ushlaydigan qilib qo'ydi Google. Endi shu sabab ham biza o'zimizni robotlik emasligimizni, ya'ni robot emasmiz, insonligimizni isbotlash uchun mana shunaqa yangiliklarga kirib, обязательно yuklab olish kerak bo'lgan narsa bo'lsa yuklab olish kerak. Agar yuklab olish qiziq bo'lmasa, yuklab olmaysiz, shunchaki kirib ko'rishingiz kerak. Bo'ldi. Qanaqadir narsadan подтверждение so'rasa, подтверждение kiritasiz, so'ramasa kerak emas. Lekin aytib o'tganimdek, bunaqa yangiliklarni o'qishingiz kerak. Чтобы siz robot emas, insonsiz. Shu narsani isbotlash uchun. Mana shu yerda kirdinglar, nima chiqsa, nima yangilik chiqdi mana. Kirdik. Hozir bizda Gmail pochtada nima yangilik chiqdi? Mana shu narsani o'qiymiz. Tak, bu yerda hech qanday yangilik yo'q. Bitta mana shu bo'limda bu yerda hech narsa yo'q ekan, mana shu bo'limda bitta shu bor ekan, bo'ldi. Mana bu narsalar kerak bo'lsa yuklaysizlar, kerak bo'lmasa shunchaki kirib ko'rasizlar, bo'ldi. Mana shu joygacha kirsanglar bo'ldi. Qolganini esa biz o'sha nastroykadan to'g'rilab ketaveramiz. Ko'p holatlarda sizlarda bitta bunaqa emas, balki Gmail akkauntingizga nomer kiriting, u bu degan narsa bilan подтвердить bering degan narsaga o'xshagan xabar kelishi ham mumkin. Aynan shu narsani ham kiritsanglar bo'ladi. Xo'p, undan keyin bizni to'g'rilaydigan narsa. Xohishga ko'ra akkauntlaringizga rasm qo'yasizlar. Bu majburiy emas, xohishga ko'ra. Masalan, deylik, mana shu rasm yoqdi, shu rasmni qo'yamiz. Qo'yamiz rasm. Bo'ldi. Bundan keyin bizdan so'raydigan narsasi, bu yerda nomer so'raydi. Mana hozir bu yerda nomer so'rayapti. Buni o'tkazib olamiz. Bu yerda joylashuv manzilini so'rayapti. Buni ham o'tkazib olamiz. Bu ham kerak emas va buni ham o'tkazib olamiz. Buni endi biz o'zimiz ruchno birma-bir hozir to'g'rilab chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda info kirgan paytimizda mana bu yerda bizda joylashuv manzilimizni so'raydi. Shu joyda joylashuv manzilimizni kiritib qo'yamiz. Masalan, Toshkent bo'lsa, Toshkent yozasizlar. Ko'pchilik Toshkent mana shu manzil uyigacha kiritadi. Uy kiritish shart emas, shunchaki qayerda yashaysiz, qaysi viloyatda yoki qaysi davlatda. Davlat shart emas, qaysi viloyatda yashaysiz xullas. Shuni yozib kirsangiz bo'ldi. Shaharmi yoki qaysi viloyatmi, shunga bosasiz, Toshkent bo'lsa Toshkent bo'ldi. Don tugmasi bosiladi. Aynan uyingiz manziligacha yozish kerak emas. Keyin ish adresingiz. Bu ham xohishga ko'ra. Xohishingizga ko'ra. Masalan, ish adresiga Toshkent yozsangiz, Toshkent shahri qaysidir avtovokzal yaqinida joyda, masalan, ish joyingiz shu joyda ishlaysiz. Shunga qarab xohishingizga ko'ra ish joyingizda kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Uchinchisi esa kerak emas. Bu manzil kerak emas. Bu yerga manzil kiritish shart emas hech qanaqa. Mana shu ikkita joyga adres kiritsanglar bo'ldi. Buni ham birinchisi kiritsanglar bo'ladi, ikkinchisi esa majburiy emas. O'zingizga xohishingizga ko'ra kiritasiz. Nima uchun majburiy emas deb aytyapman? Shu joydan men bir qo'shimcha kiritib o'tay.
ko'pchilik nima deydi, mana bu o'zicha bir zo'r aqlli insondan ko'rsatmoqchi bo'ladi, mana buni kiritmasangiz bunaqa bo'ladi. Yo'q, bunaqa bir fishkali narsalar emas bular. Bular oddiy narsa. Buni oddiy qabul qilishingiz kerak. Eng muhim bo'lgan narsalar bu YouTube akkauntni o'zida. Gmail akkaunt bu sizga o'sha oddiy misol fundament bo'ladigan bo'lsa, YouTube fundamenti bo'ladigan bo'lsa, tayyor qolib YouTube'da o'zi. Ana shu qolipni siz zo'r bezatmasangiz agar YouTube'da siz natija qila olmaysiz. Ming fundament zo'r bo'lgani bilan. Tak, undan keyin bu yerda esa bizda parol, ya'ni parol deganda duxetapni parol qo'ysak bo'ladi, duxetapni autentikatsiya qo'ysak bo'ladi. Bu ham xohishingizga ko'ra nomeringizni kiritasiz, xullas shunga o'xshagan doполнительный ma'lumotlar. Bu yerda biz hozir duxetapni parol qo'ymaymiz. Chunki bu akkauntni biz boshqa nimada ochganmiz, test sinovda ochganmiz. No, пожалуйста, masalan qo'yib ham ko'rsataman. Xo'p, qaranglar mana bu yerda. Rezervный adres degan joy bor ruschada. Mana buni inglizcha zo'r o'qish bilmayman, shuning uchun ruscha o'qib berdim. Rezervный adres, rezervный nomer degan joy bor. Mana bu rezervный adres, Gmail pochta, bu rezervный nomer. Bu nima uchun kerak? Bu ikkita etap. Bizga kerak bo'lishining asosiy sababi, masalan, deylik Gmail akkauntingiz to'satdan o'chib qoldi. Parolni esdan chiqarib qo'ydingiz yoki kimdir uxlatib olmoqchi bo'lyapti akkauntingizni. Qanaqadir muammoga duch kelib qoldi. Endi siz u Gmail akkauntingizni tiklab olishingiz kerak. Qanday tiklab olasiz? Yoki nomeringiz orqali yoki ikkinchi Gmail akkauntingiz orqali. Yo rezervный nomer yoki rezervный Gmail akkaunt orqali. Shu sabab bu yerga siz iloji bo'lsa ikkitasini ham kiritib qo'yganingiz ma'qul. Ya'ni bu yerda boshqa bir Gmail akkauntingizni kiritib qo'yasiz. Bu yerda esa o'zingizning telefon raqamingizni kiritib qo'yasiz. Masalan, mana nomerim bo'ladigan bo'lsa, men bu yerda hozir tak yozaman. Bir daqiqa, parol eslanib ketib qoldi. Nima qo'ygandik? Ha, bo'ldi. Tak. Yozaman men bu yerda, masalan, O'zbekiston kiritiladi. +918 qilsak o'zbek bo'ladi. 93 nomerimni kiritaman va keyingisi tugmasini bosaman va mana ko'ryapsizlar, Gmail akkauntga nomerimni kiritdim. Xo'p, endi hozir mana shu joydan men sizlarga bitta narsani tushuntirib o'taman do'stlar. Instagramdagilar hamma Telegramga kirsin, Telegramda batafsil darslik bo'lyapti. Instagramda o'chirib qo'ying. Chunki Tak. Uzr, bu uchun qotib qoldi. Tak. Mana shu joydan men sizlarga bitta narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Xo'p, qaranglar. Buni biz boshqa nomerda ochganmiz, bu Gmail akkauntni. Endi ko'pchilikning qiladigan xatosini aytib o'taman sizlarga. Masalan, deylik Gmail akkauntingizni boshqa bir nomerga ochdingiz, oxiri 23-24 nomerga ochdingiz yoki oxiri boshqa nomerga ochdingiz. Xullas, u nomer boshqa edi. Ya'ni Gmail akkaunt ochgan nomeringiz boshqa edi. Lekin siz bu Gmail akkauntingizga boshqa nomeringizni kiritdingiz. Endi mana shu joyda savol tug'ilishi mumkin. Agar men Gmail akkauntimni mana shu paytgacha mana yangi nomer kiritgan paytimda o'sha o'chirib qo'ysam yoki esimdan chiqib ketib qolsa parolini qaysi nomerga kod boradi? Endi qaranglar, mana shu joyda agar siz eski nomerlaringizni chiqarib tashlagan bo'lsangiz, bu Gmail akkauntda eski nomerlaringizga ham, yangi nomerlaringizga ham bormaydi. Nima uchun? Chunki eshitdinglar, Gmail akkaunt bitta nomer kiritgandan keyin 8 kundan keyin o'ziga qabul qiladi nomerni. Ya'ni hozir mana shu nomerimni kiritdimmi, mana shu Gmail akkaunt to'laqonli 8 kundan keyin mana 21-24 nomerimga ulanadi. Tushunarli bo'lyapti? Yangi nomerimga 8 kundan keyin ulanadi. Ungacha ulanmaydi. Ungacha men YouTube kanal ochsam, prosmotrlar nol bo'lib qolishi ehtimoli bo'ladi. Mana shunga o'xshagan muammolar, buni bu haqida keyinroq yana tushuntirib beraman. Mana shunga o'xshagan muammolar yuzaga keladi yoki Gmail akkauntida qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, agar men bu orqali, bu nomerim orqali yecha olmayman, sababi 8 kundan keyin to'laqonli tasdiqlanadi bu nomerga. Shu sabab men ungacha bu nomer bilan bu Gmail akkauntga hech narsa qila olmayman. Shu 8 kun ichida Gmail akkauntga to'laqonli o'tadi bu nomer va Gmail akkaunt to'laqonli bu nomerni o'ziga qabul qiladi. Shu sabab biz qo'shimchasiga mana rezervный Gmail pochtani ham kiritib qo'yishimizga to'g'ri keladi va har bitta nimada parol so'rayapti, ko'ryapsizlar. Ikkinchi Gmail akkauntlaringizni kiritib qo'yasizlar. Kiritganlaringizdan so'ng bu yerda biz bemalol duxetapli parolni o'rnatib qo'ysak bo'ladi. Tak.
ikki bosqichli yo'q, bunga qo'shmaylik, buni qo'shsak bo'lmaydi. Duxetapni parolni mana qo'shib qo'ysak bo'ladi. Mana bu yerda biz hozir ikkita etap yonmagan. Birinchisi autentifikatsiya, bu ikkinchisi elektronniy kalit. Elektronniy kalit nima desanglar, masalan, telefonlaringizda Face ID bo'lib qolsa yoki qanaqadir telefonlaringizda o'sha paroli bo'lsa agar, o'shani ulab qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni Gmail akkauntlaringizga kirishdan oldin Gmail akkauntni parolini so'ramaydi-da, elektronniy kalit so'raydi. Ya'ni yoki telefoningizning paroli yokida Face ID. O'shani ham kiritib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni keyin har doim kodni terib o'tirmaymiz-da, через Face ID yoki через telefonimiz paroli orqali bemalol Gmail akkauntimizga kirishimiz mumkin bo'ladi. Agar mobilda chiqib ketib qolsak. Shu narsani kiritib qo'yish so'raydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa autentifikatsiya. Bu masalan deylik, kimdir Gmail akkauntimizni uxlatib kelib bitmoqchi yoki shunga o'xshagan sizning Gmail akkauntingizga hujum bo'ladigan bo'lsa agar, bu autentifikatsiya shu narsadan himoyalab beradi. Bu yerda 6 talik kod bor, shu 6 talik kodsiz hech kim siz akkauntingizda buza olmaydi. Buni ham kiritib qo'yish endi tavsiya beraman agar kimga ma'qul bo'lsa. Agar kimgadir kerak bo'lmasa kiritish shart emas. Va ikki bosqichli duxetapni parolni, ya'ni yoqamiz. Yoqqanimizdan keyin mana o'zi aytdi, endi ikki bosqichli tekshiruv bilan himoyalangansiz deb aytyapti. Bu yerda mana nomerimiz va agar bu yerda hozir rezervni Gmail akkaunt kirsak, rezervni Gmail akkauntim bu yerda chiqqan bo'ladi. Bo'ldi. Xohishga ko'ra mana zaxira kodlarini kiritib qo'ysanglar bo'ladi, xohishga ko'ra bularni yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Endi o'zlaringiz xohishlaringizga qarab. Ko'ryapsizlar, pastda hammasini mana tayyor qildik. Gmail akkauntimizda rasm qo'yildi, duxetapni parol qo'yildi, adresimizni kiritdik. Hamma ma'lumotlarni hozir mana bu yerda Gmail akkauntimizga kiritib oldik. Tak, endi biz bilishimiz kerak bo'lgan narsalar, ya'ni ko'pchilik tomonidan menga berilgan savol. Aytadi ko'pchilik, nima sabab kanallarim 0 prosmotr oladi? Endi mana shu joyga men sizlarga birdan javob bermoqchiman. Hozir mana ko'rdinglar, Gmail akkaunt ochdim. Agar men ham YouTube'ni yangi boshlagan inson bo'lsam yoki sizlarga o'xshagan yoki boshqalarga o'xshagan hali tushunmagan inson bo'lsam, hozirda o'ziga YouTube kanal ochardim-u, hozirda o'ziga video qo'yishni boshlardim. Ya'ni agar biz Gmail akkauntimizni yangi ochsak, farqi yo'q. Yangi telefonmi, eski telefonmi, qanaqa telefon bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa kompyuter bo'lishidan qat'iy nazar ochsak-u, unga birdan YouTube kanal ochib, birdaniga video qo'yadigan bo'lsa agar, undan katta natija kutishimiz kerak emas. Nima uchun katta natija kutmaymiz? Sababi yangi akkauntlar YouTube'ni SEO bo'limiga tez chiqmaydi. Ya'ni YouTube bo'limiga tez chiqib kelmaydi. Bu degani, demak biz video YouTube kanal ochganimizdan keyin anchadan keyin YouTube'ga video qo'yishni boshlashimiz kerakmi deb savol bersanglar, yo'q, bunaqa qilish shart emas. Video qo'yib boraversa bo'ladi, lekin u kanaldan siz katta natija kuta olmaysizlar. Sababi aytib o'tganimdek, yangi akkauntlar, yangi Gmail akkauntlar, yangi YouTube akkauntlar YouTube'ning SEO bo'limiga, ya'ni qidiruv bo'limiga, YouTube'ning top bo'limlariga ancha kech chiqib keladi. Chunki kanalingiz hali tekshiriladi sizga. Kanalingiz qanaqa bot ochmaganmi yoki hech qanaqa bir qanaqadir chorni xotlar bilan ochilmaganmi, to'g'ri ochilganmi, to'g'ri nima qilinganmi, shu narsani tekshiruv bo'ladi. Va mana shu joyda men qisqacha sizlarga aytib o'taman. Sizlar Amerika nomeriga ochasizlarmi, qanaqa nomeriga ochsanglar ham, keyinchalik o'zlaringizni ishlatib turadigan aktual nomerlaringizni kiritib qo'yinglar Gmail akkauntga. Amerika nomeri yoki bir boshqa vaqtinchalik nomerlarga akkauntlaringiz olib ketmasin. O'zlaringizni o'zbek nomerlaringiz bo'lsa o'zbek, Rossiyada bo'lsa rus nomer, Turkiyada bo'lsa turk nomerlaringizni kiritib qo'yinglar. Bu har ehtimolga qarshi ancha plus bo'ladi. Bu tekshiruvda ham ancha-muncha foydali bo'ladi. Chunki bir martalik bo'lgan nomerlarni Gmail akkaunt ancha tez biladi. Bu narsani tekshirgan paytda ancha aniq tekshiruvdan o'tadi bu narsa va buning evaziga sizning Gmail akkauntingizda qanaqadir muammolar, balki YouTube kanalingizda ham muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ko'p. Undan keyin ikkinchi sabab, nima uchun 0 prosmotr bo'lishi? Videoingiz yaxshi emasligi. Ya'ni men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytaman. Mana o'zimga ham ko'pchilik obunachilarim yozadi, aka meni kanalimni bitta analiz qilib bering, kanalimni bitta ko'rib bering, kanalim qanaqa, bitta tekshirib bering deb ko'pchilik yozadi menga. O'zimni analizlarimdan kelib chiqib aytamanki, 80-90% obunachilarning videolari, mana bu videolari aralash video. Bir kun futbol bo'yicha video qo'ygan, ertangi kuni umuman sun'iy insektdan qo'yilgan video, uchinchisida esa o'zining videosini qo'yib qo'ygan. Bunaqa videolar bilan siz YouTube'da hech qanaqa daromad qila olmaysiz. Hech qanaqa bir katta natija kutishingiz shart emas. Bu o'zi umuman YouTube yuritish emas. Bu shunchaki siz o'zingizni nima qilmoqchisiz? Kayfiyat deydi-ku, xullas, prosta tak o'zingizni ko'rsatmoqchi bo'lib kontent qilyapsiz xolos. U kontent ham deb aytib bo'lmaydi bu narsani. Bu holatda siz YouTube akkaunt yuritingiz deb hech kim ayta olmaydi. Bu holatda siz hech kim kontent qilyapsiz deb ayta olmaydi. Maslahatim nima? YouTube'ga
YouTube'ga professionalroq yondashing. Ya'ni professionalroq deganda, o'rganmoqchimisiz, yaxshi o'rganing. Bilmoqchimisiz, yaxshiroq biling. Agar qiziqyapsizmi, demak bunaqa videolar bilan siz hech qayerga bora olmaysiz. Shu narsani tushuning. Qayergadir o'qish kerak bo'lsa o'qing. Xohlasangiz YouTube'ning o'zida ham ma'lumotlar ancha-muncha olsangiz bo'ladi. Ya'ni aralash videolar bu bo'lmaydi. Xohlagan videongizni qo'ya olmaysiz YouTube'ga. Qanaqadir kontent qilib chiqmasangiz, o'zingizni olib chiqsangiz ham, o'zingizni ko'rsatib chiqsangiz ham yoki ko'rsatmasdan chiqsangiz ham, qanaqadir kontent qilib chiqmasangiz, YouTube'dan siz hech qanaqa bir natija ola olmaysiz. Xo'p, endi esa YouTube'dagi yana bir 0 prosmotr bo'lishning asosiy sabablaridan biri, uchinchisi bu video yuklashdagi xatolar. Ya'ni ko'pchilik kichkina sabab deb kelayotgan asosiy bo'lgan katta sabab bu video yuklashdagi xatolar bo'ladi. Ya'ni nimaga? Men hozir uni ham tushuntirib o'taman sizlarga. Ko'pchilik video yuklashda xato qiladi. Qanaqa xato? Men maslahat bergan bo'lardim, agar siz shorts videolarni yuklamoqchi bo'lsangiz, hozir kanal ochishni ham ko'rsatib o'taman birdan do'stlar. Agar siz shorts videolarni qo'ymoqchi bo'lsangiz, kompyuter orqali emas, balki telefon orqali, ya'ni YouTube Studio orqali video qo'yishingizni men maslahat bergan bo'lar edim. Nima uchun deganda, sababi shorts video ko'pincha telefonlar bilan kollaboratsiya bo'lgani uchun videolar qo'yish oson va YouTube Studioga videoni yuklash oson bo'ladi. Va buni evaziga siz YouTube Studiodan video qo'yadigan bo'lsangiz, agar chem kompyuterdan, chem YouTubening o'zidan, telefonning o'zidan ham bo'lsa ham YouTubening o'zidan qo'ygan videolaringizga nisbatan yaxshiroq ko'tariladi, yaxshiroq prosmotr yig'adi. Men buni o'zim sinovdan o'tkazganman, o'zim sinab ko'rganman, tekshirib ko'rganman, sinovdan o'tgan usul. Agar sizlar shorts video qo'ymoqchi bo'lsanglar, maslahatim telefonning o'zidan YouTube Studiodan qo'ysanglar, ancha-muncha effektli bo'ladi. Mana shu. Undan keyin videodagi preview va hook call to actionlar yo'qligi ham bu katta global mavzu. Ya'ni ko'pchilik hali preview nima, hook nima, call to action nima bilmaydi. Shunchaki video qilsam, u videoni tayyorlasam va o'sha videoni qo'ysam bo'ldi deb o'ylaydi. Ba'zilar bor, men sun'iy intellektdan zo'r bilaman, zo'r ma'lumotim bor ekan, menga ozroq tushuncha berib boring, men sizga o'sha aytganingizni qilib sun'iy intellektdan video qo'yaman deydi. Xo'p deyman. Tushuncha berib o'rganimdan keyin videosiga qarasam, kirib ko'rsam, u 8 sekund, 9 sekundlik sun'iy intellektdan video yasagan, u qaysidir hayvonchaga bitta mevani yegan, qaysidir nimachaga bunaqa narsa qilgan. Xullas, mana shunga o'xshagan, umuman sodda, mazmuni bo'lmagan videoni o'ylaydiki, YouTube'ga qo'ysam yaxshi prosmotr yig'adi, men daromad qila olaman. Do'stlar, birinchi o'rinda, agar bu videolaringiz ko'tarilgan taqdirda ham siz bu kanalingizni maysasaga olib chiqa olmaysiz, ya'ni maysasaga ula olmaysiz. Sababi bunaqa kontentlar bilan YouTube maysasaga razрешение bermaydi. Siz oddiy sodda qilgan kontentlaringiz hech qanaqa YouTube'dan pul ishlashga olib kelmaydi. Bunaqa oddiy sodda kontentlar kanalingizda maysasaga ulab qo'ymaydi. Shu sabab bunaqa xatolarni yig'ishtiringlar. YouTube'da sizlar agar sun'iy intellektga yo'nalish qilmoqchi bo'lsanglar, agar professional yondashish kerak. Ya'ni kino, tarix, biznes ideya yoki yosh bolalar uchun detskiy kontent, mana shunga o'xshagan hikoyaviy yoki bilim beradigan yoki ma'lumot ulashadigan yoki tarix bo'yicha informatsiya beradigan yo'nalishlarni qiladigan bo'lsanglar, shunda sizlar kanallaringizni maysasaga ulasanglar bo'ladi. Buni asosiy sababi nima uchun? Chunki sizlar bu yo'nalishni qiladigan bo'lsanglar, agar kanalingizda faqatgina sun'iy intellektdan qilingan kontent emas, balki sun'iy intellektdan tashqari bo'lgan azvuchkalar, ovozlar, hooklar, call to actionlar, shunga o'xshagan ma'lumotlar qo'shilgani uchun ham YouTube bu narsani to'g'ridan-to'g'ri sun'iy intellektdan qilingan video emas, balki tahrirlanib, to'g'rilanib, professional ishlangan kontent deb qabul qiladi va buni evaziga sizning kanalingizga maysasaga ruxsat berishi mumkin bo'ladi. Mana shunga o'xshagan xatolarni agar sizlar qiladigan bo'lsanglar, ya'ni prosta tak videolaringizni qo'yib yoki SEO bo'limiga yangi akkaunt ochib turib birdan videoni qo'yib ketadigan yoki kanallaringizni analiz qilmasdan turib ko'pchilik uchun umuman keraksiz bo'lgan videoni qo'yadigan bo'lsanglar, agar YouTube'da sizlar hech qachon ko'tarila olmaysizlar. YouTube'da qiladigan eng katta xatolar, ya'ni YouTube'ni boshlagan yangi insonlarning eng katta qilgan xatosi bu mana shu xatolar hisoblanadi. Agar shu narsalarni sizlar to'g'rilamasanglar, YouTube'dan natija kutib o'tirmaylar. Men o'ylaymanki, tushunarli bo'ldi. Agar tushuncha bo'lmagan bo'lsa, savollarni bersanglar bo'ladi. Hozir bu yerda bitta savol kelibdi, shularni ham o'qiylik, javob berib o'tishimiz kerak. Tak, savol. Menda bo'sh vaqt kam, kompyuter bor, lekin yaxshi yo'nalish tanlay olmayapman. Nima maslahat berasiz? Bu bo'yicha Bahodir hozir joyli efirimizni oxirigacha ko'rsangiz, oxirida men 3 ta top yo'nalishlar haqida aytib o'taman, xudo xolasa. Nima qilsam bo'ladi? Joyli efirimizni saqlanib qilyapman videosini. Iloji bo'lsa, oxirida men joyli efir tugagandan keyin tashlab beraman videosini. Lekin ko'pchilik qolsa, ko'p ma'lumotlarni aytib o'taman. Menda ham
aloqa bo'lmayapti. Shu aloqa bo'lmagan insonlar diqqatiga jonli efirni zapis qilishga harakat qilyapmiz. Zapis yaxshi bo'lsa, xudo xolasa tashlab beramiz. Xo'sh, agar kimda savol bo'lsa, savol bersa bo'ladi. Faqatgina bitta savol qabul qilaman. Ha, gapiring. Menda savol bor edi. Bir haftacha bo'ldi, akkaunt ochuvdim. Gmail akkaunt ochib, dokumentlarni qildim. Kanalni ochib, video qo'yishni boshladim. 3 kundan keyin kanalga kira olmay qoldim-da Chrome'dan. Keyin qayta tiklab o'sha rezervni kodlarni kirgizib, ekran qulfini so'radi, ekran qulfini kirgizib kirdim. Hozir yana oradan 2 kun o'tib, kecha kechpay yana o'shunaqa kanalim yo'q bo'lib qoldi. Taypagimni. YouTube kanalingizga qanaqa videolar qo'yatdingiz? Proyektida yangi proyekt oldim, nima? Kosmetologda videolarni qo'yatdim. Qanaqadir muzikadan yoki o'sha videoning o'zidan qanaqadir muammo bo'lgani uchun shunaqa bo'lishi mumkin. Bo'lmasam o'zida bunaqa chiqib ketmaydi. Yoki telefoningiz o'zida qanaqadir muammo bor. O'sha qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Keyin Google aytar ekan-ku, nima shikoyatingiz bo'lsa yozing derkan. Ha, o'sha aytayapman. Qarang, birinchi o'rinda yozdim. Akkauntimni tiklab ber deb yozdim. Keyin bugun tiklandi yana akkauntim 3 dan keyin javob keldi. Keyin yana 6 ta video qo'yaman-da kunda. 6 ta yana videoyimni qo'ydim, prosmotrim 0 da. Keyin yana shunaqa bo'lishi mumkinmi? Nima qilay, nima maslahat berasiz? Endi bir hafta bo'ldi, 6 kun. Qaytadan ochaymi yo shuni davom ettiraveraymi? Endi qarang, bir marta shikoyat keldi, bu kanalingiz uxlab qoldi degani emas, kanalingizni yuritsangiz bo'ladi, muammo yo'q. Boyagi savolingizga javob bermoqchiman. Nima uchun bunaqa bo'ladi? Bunaqa bo'lishining asosiy sababi ko'chirma kontentlar orqali bo'lishi mumkin yoki YouTube'ga sizni qanaqadir videoyingiz ustidan jalba tushgani uchun, ya'ni boshqa kontent videolar orqali, shu kanal orqali jalba tushgani uchun sizni kanalingizni o'chirib olgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Shu, masalan, sizning kontentingiz o'g'irlanmagan, o'zingiz yasab noldan qo'ygansiz, lekin qaysidir kanal orqali jalba tashlangan yoki qanaqadir boshqa sabab ko'ra siz reklamaga to'g'ri YouTube'ni, xullas video reklamasiga to'g'ri kelmaydigan narsani reklama qilib o'rgansiz. Balki masalan bir xil paytlarda nimadirlarni video olgan paytingizda qaysidir brend reklamasi ko'rinib qolsa agar, buni YouTube tashqi reklama deb hisoblaydi. Bu reklamalarni YouTube qabul qilmagani uchun yo kanalingizda bu videongizni to'g'ridan to'g'ri zabot qilib qo'yadi yoki kanalingiz o'zini o'chirib olib yoki chiqarib shunga o'xshagan muammolar bo'ladi. Bu kichkina muammo deb o'ylashingiz mumkin, lekin bular yig'ilib katta muammoga aylanadi. Bu yana shunaqa bo'lib bloklanib qolmaydimi? Da, bo'lishi mumkin. Agar brendlarning videosini ko'r, masalan, yaqinda bitta opa men bilan ishlatuvdilar, bitta Smack degan bitta kompaniya videolarini olib chiqaman deganda, men aytgandim, yo'q, opa, unaqa narsani olib chiqish foydasi bo'lmaydi, chunki brendga reklama, brendga nima beradi YouTube? O'chirib olish, katta ehtimol bilan o'chirib olish mumkin videolaringizni yoki zabot qilib qo'yish mumkin deganimda, u tushunmadi. Videolarni qo'ydi, 80% videolar hammasi zablokirovani, ya'ni mumkin emas bunaqa video qo'yish, ko'chirilgan kontent shunaqa. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri bitta brend reklama qilib chiqish bu YouTube'da mumkin emas. Bu tashqi reklama deb hisoblaydi YouTube bu narsani. Qarang, yana boshda bitta aybim bor-da. 2 ta akkaunt ochib qo'ygan ekanman, Chrome'dan chiqmayotgandi, yana bitta ochib yubordim. Keyin ko'payib ketdi deb, shu ochgan kanalimni o'chirib yuborgan ekanman, qayta tiklaganman-da shuni. Shuni hisobiga ham shunaqa bo'lmayaptimi? O'sha narsa qilmayapti. Hozir endi nima qilay, davom ettiraveraymi proyektni yo boshqa kanal ochib davom ettiring? Davom ettiring. Agar yana shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, agar yangi kanal ochganingiz ma'qul. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, do'stlar, endi davom ettiramiz. Endilikda esa sizlar o'z ekran zapis ko'rinyapti menimcha sizlarga. Ko'rinayotgan bo'lsa davom ettiramiz. Endi sizlar bilan birgalikda YouTube kanalini ochamiz. Xo'p, YouTube kanali nima mavzu bo'yicha ochsak bo'ladi? Mana endi ham sun'iy intellekt, navbatchi sun'iy intellekt bo'yicha ochamiz. Chunki visual kontentni narsalarini tayyorlash juda ham qiyin. Sun'iy intellekt bo'yicha ochamiz va qiladigan har bitta nimamizni sun'iy intellektdan olamiz. Xo'sh, YouTube kanalida qiziqarli faktlar haqida ochamiz. Ya'ni YouTube'da qiziqarli faktlar. Nima? Masalan, har bir davlatda bo'lgan faktlar yoki har bitta davlatning o'ziga yarasha qiziqarli faktlari bor. Shuning uchun shu qiziqarli faktlar bo'yicha YouTube kanal ochamiz. Menimcha ko'pchilik bunaqa yo'nalishdagi kontent kanal ochmagan. Bu yerdagi bor insonlarni aytayapman, YouTube'dagi insonlarni emas. Ochamiz. Bizga kerak bo'ladi. ChatGPT plusga cloud kerak bo'ladi bizga.
Tak. Buni o'chirib qo'yamiz va biz bu yerda YouTube bosamiz. Xo'p do'stlar, endi tasavvur qiling, mana Gmail akkaunt ochdim, oradan 2 kun o'tdi, men endi YouTube kanal ochmoqchiman. 2 kun ichida men nima qilaman? Men birdan YouTube kanal ochmasdim. Boya aytib o'tdim sizlarga. Agar men YouTube'da yangi bo'lsa edim yoki YouTube'ni hali yangi boshlagan inson bo'lsa edim, mana boshqalarga o'xshab YouTube kanalni bir kunning o'zida men Gmail akkaunt ochgan kunimni o'zida ochardim-da. YouTube'ni ham ochib birdan o'sha kunning o'ziga video qo'yardim. Agar men YouTube'ni yangi boshlagan bo'lsam, YouTube bo'yicha ma'lumotim yoki bilimim bo'lmasa. Lekin men hozir unaqa qilmayman. Men prosta sizlarga ko'rsatib berish uchun shunaqa qilyapman. Shuning uchun noto'g'ri tushunmanglar. Mana oradan 2 kun o'tdi. 2 kundan keyin men YouTube akkaunt ochaman. Endi savol bo'ya aytdim. 2 kun ichida men nima qilgan bo'lar edim? 2 kun ichida. 2 kun ichida men mana shu Gmail akkauntimni tarixini to'g'ri qurib borgan bo'lar edim. Masalan, hozir yo'nalishim nima? Yo'nalishim mana fakt yo'nalishi, ya'ni yangiliklar, YouTube'dagi fakt yo'nalishi, qiziqarli faktlar yo'nalishi. Endi men ana shu qiziqarli faktlar bo'yicha inglizcha bu yerda qidirib ko'rardim. Ya'ni nima, qaysi davlatda qanaqa qiziqarli faktlar bor, qaysi davlatda nima qanaqadir urf-odati qiziq, qaysi davlatning o'ziga yarasha urf-odatlari bor, qaysi davlatda umuman kulgili va qiziqarli nimalar bor, nima deydi, urf-odatlar bor. Shunga o'xshagan narsalarni qidirgan bo'lar edim yangi ochgan Gmail akkauntimdan. Ya'ni 2 kun davomida qilgan ishim shunchaki Gmail akkauntini tashlab qo'yish emas, balki kuni ora 1 soat 2 soat kirib Gmail akkauntimni to'g'ri istora qilib borgan edim, bo'lar edim. Ya'ni robot emas, men o'zim insonman, inson boshqaryapti bu akkaunt. Shu sabab buni isbotlash uchun ham o'zimga ma'lumot olish uchun Gmail akkauntimdan to'g'ri va sifatli tarix qurib borgan bo'lar edim. Va buni qurib borgandan keyin mana 2 kun o'tdi tasavvur qilamiz va men YouTube'da kanal ochyapman. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Menimcha sizlarga. Xo'p, YouTube kanal ochamiz. Bu yerda hozir bizga ko'rsatadi YouTube studioda. Mana shuni bosamiz. Kanal yaratish tugmasini bosamiz. Tak, kutamiz endi. Kanalimiz ko'ryapsizlar, ochilyapti. Davom etish tugmasini bosamiz. Mana kanalimiz tayyor bo'ldi. Bu yerda hozir biz testoviy kanal ochganmiz. Shuning uchun bizda hozir Habib aka deb yozib qo'ygan bu yerda. Testoviy rejimda ochilgan bu Gmail akkaunt. Sizlarga ko'rsatib berish uchun, ya'ni shu sabab mana hozir ko'rib turganlaringizdek kanalimiz tayyor. Endi bu yerda ko'pchilik bilmaydigan narsa, mana bu pastdagi sozlamalar tugmasi bu kanalimizning ichki sozlamalari. Ya'ni videomizni ichki sozlamalar desa ham bo'ladi. Mana kanal bo'limida kalit jumlalar kiritishimiz, joylashuv manzilini kiritishimiz, yuklash sozlamalari, bu esa videolardagi ichki nastroykalar. Ya'ni YouTube'ga qo'ygan videomiz opisaniyasi, titli, ya'ni nomi, videomiz nomi. Bu yerda esa hammaga ochiq yoki yopiq yoki vaqti bilan qo'yishi va bu yerda esa hashtaglar bo'ladi. Bu nastroykalarga tegish kerak emas, turaveradi. O'zboshimchalik, o'zi aqlli bo'lgan insonlar mana buni to'g'rilab qo'ysam yaxshi bo'ladi degan insonlar umuman bo'lmagan narsa bu. Safsata gaplar, hech narsa nastroykaga tegilmaydi. Bular avtomatik tarzda o'zi to'g'ri turgan bo'ladi. Ruxsatlarga o'tamiz. Bu yerda biz o'zimiz Gmail akkauntimiz turgan bo'ladi. Hamjamat qoidalar, moderatsiya, bu yer ham hech qanaqa bir narsani o'zgartirish yoki tegish kerak emas. Hammasi o'z holatida turaveradi. Kelishuvlarda esa bu mana shu joyda shunday turgan bo'ladi. Xo'p. Undan keyin bu yerda biz mana o'zimizni ko'rishimiz, hali hech narsani nastroyga qilmayman do'stlar. Men prosta ko'rsatib beraman. Bu yerda biz kanalimiz auditoriyasi yosh bolalar uchun yoki yosh bolalar uchun emas, shu ko'rsatyapti. Funksiya bo'limida esa 3 ta etap turgan bo'ladi. Bu birinchi etap, bu bizning o'zimizning funksiyamiz har doim ochiq turgan bo'ladi. Video yuklash yoki shunga o'xshagan narsalar. Ikkinchisi esa bu mana kanalimizni 15 daqiqadan ortiq video qo'yish yokida preview qo'yish yoki kanalimizga joyli efir qilish, shunga o'xshagan narsalarni yoqish uchun biz o'zimizni Gmail akkaunt, ya'ni YouTube akkauntimizga nomerimizni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Beeline nomer bo'ladi, O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsa, agar Rossiyada bo'ladigan bo'lsa, Beeline nomeringiz bo'ladi, Rossiyadan Beeline nomer, Tele2 nomer va yana bitta nomer bor, Perfectum degan nomer bor. Ana shu Perfectum nomer ulanadi. Ya'ni mana 3 ta sim karta Rossiyada ulanadi, O'zbekistonda faqatgina Beeline sim karta ulanadi. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonda shu paytgacha ulanmagan, Tojikistonda ko'p nomer urib ko'rganmiz, ulanmagan. Ko'pincha o'zbek nomeri bilan tasdiqlab berganmiz. Qirg'izistonnikini bilmayman. Qozog'istonda pashta 4 xil nomer ulanadi. Ulardan Beeline bor, keyin Tele2 bor, ulanadi, keyin o'zining 2-3 ta sim kartasi bor, ular ham ulanadi. Ya'ni kiritsa bo'ladigan nomerlarni sizlarga aytib o'tyapman. Xo'sh.
kerak bo'ladi bizga ko'rib turganlaringizdek ChatGPT, Cloud kerak bo'ladi va VideoIQ sayti. Nima uchun bu kerak bo'ladi? Hozir men ham tushuntirib o'taman sizlarga. Biz bu yerda o'zimizning kanalimizni, hozir yangi ochgan kanalimizni ulab qo'ysak, yana ham foydali bo'ladi. Xo'p, VideoIQ saytiga kirib oldik, ko'rganlaringizdek, shunchaki mana kirildi va biz bu yerda Connect YouTube ni bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana shunaqa Gmail akkauntimizni so'raydi. O'zimni Gmail akkauntimni belgilayman. Hozir belgilandi. Bu yerda so'rayapti, siz YouTube akkauntingizni to'laqonli kiritmoqchimisiz deb. Albatta, продолжить tugmasini bosamiz, albatta kiritmoqchimiz. Gmail akkauntimizga, YouTube akkauntimizga hozir ulandi VideoIQ sayti. Endi biz YouTube akkauntimizni analiz qilish uchun boshqatdan Gmail akkauntimizni bu yerdan o'tkazamiz, ro'yxatga o'tkazamiz. Tak. Mana shu bo'lim to'lsin. Tak. Bo'lim to'lgandan keyin bizga to'laqonli shu Gmail akkauntimiz bilan bog'lanadi VideoIQ sayti, ungacha emas. Xo'p, ungacha biz esa mana Cloudni ko'rishlaringiz mumkin. Cloudga kirib olgan edik biz. Biz o'zi besplatni versiyasidan foydalanamiz. Kontent tugmasi, ismim Habib. Maqsad bo'lar ekan. Tak. Operatsion qilaylik. Bo'ldi. Ko'ryapsizlar, bizda o'sha Cloud tayyor. Ko'rganlaringizdek, Cloud bizlar bilan ishlab berishga tayyor turibdi. ChatGPT ham bu yerda bizda tayyor turibdi. Faqat to'lgan yerimizni 25 yoshimiz ustida ekan, 25 yoshni kiritib qo'yamiz. Bo'ldi. Ko'rib turganlaringizdek, Gmail akkauntimiz uchun biz hozir ChatGPTdan ro'yxatga o'tdik, Clouddan ro'yxatga o'tdik va VideoIQdan ro'yxatga o'tdik. Endi men birma-bir tushuntirib beraman. VideoIQdan nima uchun ro'yxatga o'tdik? Sababi bu bizning kanalimizni analiz qilib turadi. Har doim kanalimizda nimadir nito bo'lsa, hashtag, kalisoz yoki описание xato bo'lsa, yoki kanalimiz nima uchun rekomendatsiyaga chiqmayapti, mana shunga o'xshagan muammolar bo'ladigan bo'lsa, agar bizga yangi videolar nimasini beradi, ro'yxatini beradi. Mana bunaqa video qilsang yaxshi bo'ladi, bunaqa video qilsang bo'ladi. Mana bu o'sha videolarni olib borsang yana yaxshi bo'ladi degan, yangiliklarni ulashib boradigan, yangiliklarni ko'rsatib boradigan bu VideoIQ sayti bo'ladi. Shu sabab VideoIQ saytini men maslahat beraman. Undan keyin VideoIQning kerakli tomonlari o'zimiz uchun, o'zimizning kanalimiz uchun, masalan, faktlar yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, hashtag kalis so'zlarni ham bemalol VideoIQdan olsak bo'ladi. Lekin hozir Cloud chiqqani uchun VideoIQdan ko'ra Cloud ancha-muncha yaxshi hashtag, yaxshi kalis so'zlarni biz bilan bo'lishadi. Xullas, yaxshi hashtag kalis so'zlarni bemalol Cloud orqali olsanglar bo'ladi. Xo'p, mana shunaqa bo'lim chiqadi, ko'rib turganlaringizdek. Biz install exit bosamiz, xullas, chap taraf tugmani va bu yerda mana kompyuterimiz uchun Chrome brauzer o'rnatishni bosamiz. Ko'rib turganlaringizda hozir 2 daqiqaning o'zida mana ustalaringiz bo'ladi. Ustalaringiz bo'lgandan so'ng to'g'ridan-to'g'ri VideoIQ sayti bizada Gmail akkauntimizga, ya'ni YouTube akkauntimizga to'laqonli ulanadi. Bu telefonda bormi shu sayt? Bor, telefonda ham bor. Bor. Tak, bo'ldi. Ulandi, to'laqonli ulandi. Ulanganidan keyin mana ko'rishlaringiz mumkin. Bizning endi kanalimizda mana tepada, hozir bitta obnovitcha bersam, tepada VideoIQni o'zini nimasi chiqib keladi. Reklamasiyasi turgan bo'ladi. Tak, mana. Buni zakirga chiqib qo'ysak ham bo'ladi. Turgan bo'ladi va har doim kanalimiz analiz qilib tekshirib turilgan bo'ladi. Ya'ni kanalimizni analiz qilib turadi bu yerda mana. O'zini analiz bo'limlari bor. Shu bo'limlar orqali biz kanalimizni analizini bemalol ko'rsak bo'ladi. Xo'sh, undan keyin endi Cloudga o'tamiz. Endi kanalimiz biz hozir sizlar bilan birgalikda qaysi yo'nalishni tanlasak bo'ladi? Aytib o'tganimdek, boyagi faktlar yo'nalishi, ya'ni qiziqarli faktlar yo'nalishi. Bu haqida hozir Cloudga tushuntirib yozamiz. Tak. Bizga kerak bo'lgan narsa. Nima yozsak bo'ladi birinchi o'rinda? Boya testlarni ham tayyor qilib qo'ymagan ekanman, tezroq bo'lish uchun. Nechio endi yozamiz hozir o'ylab. Tak, dunyoda bo'ladigan qiziqarli faktlar haqida tak, men YouTube kanalimda dunyoda bo'ladigan qiziqarli faktlar faktlar haqida
content qilmoqchiman. Tak. Bu chat videolarni sun'iy intellekt orqali yasayman. Endi kanalim uchun mos va kerakli so'zlar. Xo'p, endi esa biz hozir clouddan o'zimizga kerakli bo'lgan narsa ma'lumotlarni olamiz hozir. Ko'ramiz qanchalik bizga kanal uchun nom va shunga o'xshagan ma'lumotlarni yozib beradi. Va buni biz ko'chirib olib o'zimizning kanalimizga joylashtirib chiqsak bo'ladi. Tak, SEO kalit so'zlar. Qo'shimcha maslahat. Har bir yerda o'qiymiz. Qo'shimcha har bir video salohiyat raqam ishlatish yaxshi natija beradi. Faqat da, tushunarli. Xo'p, bu yerda mana ko'p turganingizdek, videomiz haqida, ya'ni qiladigan videomiz haqida ham qisqacha tushuntirib aytyapti, ya'ni berib o'tyapti. Ya'ni 10 ta fakt, mana bu joyda 10 ta fakt deb gapni boshladigan bo'lsang, ya'ni hookni yaxshi ishlatsang, mana hookni ham tushuntirib o'tyapman shu joyda. Hookni yaxshi ishlatsang, yaxshi bo'ladi deb aytayapti. Ya'ni hook nima bu? Hook bu masalan videomiz boshida odamni e'tiborini ushlab turish uchun kerakli vosita. Ya'ni ko'pchilik hook, call to action shunga o'xshagan narsalarni bilmaydi uchun ham YouTube'da ko'pincha qilgan kontentlar yaxshi prosmotr yig'maydi va bundan nolib o'tiradi. Yoki zo'r qilgan videosi ham, professional qilgan videosi ham yaxshi prosmotr yig'maydi. 500-600 yig'adi, keyin o'ylanib o'tiradi. Nimaga xato qildim? Asosiy xato balki siz hook yoki call to action ishlatmaganingizda bo'lishi mumkin. Shu sabab videoga ko'proq e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Xo'p, bizda hozir mana bu yerda nom berdi. Menga mana shu nom yoqdi. Mana shu nom yoqdi. Endi bu nomni biz to'g'ridan-to'g'ri kanalimizga ko'chirib qo'yamiz. Endi boya aytganimdek, bizning YouTube'imizni tashqi nastroykasi, ya'ni mana bu ichki nastroykasi sozlamalar, tashqi nastroykasi esa moslashtirish. Tashqi nastroykaga biz kirib chiqamiz. Kanalimiz nomi, masalan, mana shu nom yoqdi. Bu yerga ham bu nomni ko'chirib qo'yamiz. Bizda mana bunaqa xcha chiqadigan bo'lsa, ham bunaqa undoq beriz chiqadigan bo'lsa agar, shunchaki bu yerda yonida bir raqamni qo'yib qo'yadigan bo'lsak, to'g'ri bo'lmasa, chiziqcha qilamiz, bir qilamiz. Mana bunga ham to'g'ri bo'lmadi, demak 2 qilish kerak. Tak. Top kichik bo'lguncha o'zingiz qanaqadir qo'shimcha kiritsangiz bo'ladi. Tak. Buni 2 qilsak. Mana bo'ldi, lekin bu o'sha xunura bo'lib borganda. Mana shuni qo'yamiz endi iloji yo'q. Xullas, to'g'ri bo'lguncha o'zingizga yoqqan nickni qo'yib olasiz. Hozir men prosta tak ko'rsatib berish uchun qo'yapman buni. Mana shu kichikka bo'lgungacha biz o'zimizni userimizni to'g'ri qo'ya olishimiz kerak bo'ladi. YouTube'dagi user mana shu hisoblanadi. Mana shu userimizni to'g'ri qo'ya olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, to'g'ri qo'yildi mana ko'rganlaringizdek. Oxirida raqam kiritdim. To'g'ri qo'yildi. Endi biz nimani ko'chirib kelamiz? Bu yerda описаниeni ko'chiramiz. Описаниeni xohlasanglar o'zlaringizni nimalaringiz bo'lsa, o'shanga qarab tuzinglar. Agar nima bo'lsa, cloudda olsanglar bo'ladi yoki ChatGPTdan ham olsanglar bo'ladi описаниeni. Buni ko'chirib olamiz va kanalimizga olib kelib buni ham joylashtiramiz. Hozir kanalimizga buni ham joylashtiramiz. Mana описание joylashtirildi va oxirida 3 ta hashtag bor. Buni o'chirib tashlaymiz, chunki hashtaglarni biz qo'yishimiz shart emas. Описаниеda hashtag turishi kerak emas kanal описаниесida. Bu o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Lekin videolaringizda описаниесga qo'yadigan описаниеda hashtag qo'ysalar yaxshi bo'ladi. Tak. Endi mana bu yerda bizning kanalimiz nomi boshqacha bo'lgani uchun o'zimizning kanalimizni bu yerga yozib qo'yishimiz kerak. Chunki welcome to o'zimizning kanalimiz. Qo'yildi, kanalimiz nomi tushirildi. Ko'p turganlaringizda описание bor, kanal nomi bor, faqatgina ko'rganlaringizdek profil rasmi yo'q va banner yo'q. Buni ham to'g'rilaymiz. Endi banner hozir yasashga ancha vaqt o'tib ketib qoladi. Shu bilan o'sha soat 12 da tugatishimiz to'g'ri kelib qoladi. Shu sabab banner qilmayman, faqatgina profil rasmi uchun men rasm yasayman. Bunga menga albatta ChatGPT kerak bo'ladi. Buni ham hozirga ko'rsataman. Xo'sh. Endi mana bu yerda bizning hashtagimiz va kalit so'zlarimiz bor. Hashtag kalit so'zlarini ham to'laqonli yozib berdi. Buni ham biz birma-bir joylashtirib chiqamiz. Sozlamalar joyiga kiramiz.
sozlamalar joyiga ko'rdinglar, chap tarafdagi sozlamalar joyiga kiramiz. Kirganimizdan so'ng xo'p, ko'pchilik aytadi, Amerika Qo'shma Shtatlarini tanlashingiz kerak. Yo'q, bu muhim emas. Xohlagan davlatingiz kirsangiz bo'ladi, muhimi u davlatda mansiyasi bo'lsin. Avstraliya, xohlasangiz Avstriya, xohlasangiz qayer, Bolgariya, xohlasangiz Germaniya, Finlandiya, Fransiya, xohlagan davlatingizni kiriting, muhim u davlatda mansiyasi bo'lsin. Bo'ldi. Amerikaga kirsa faqat pul olaman degan narsa yo'q. Keyingi bo'limga o'tamiz. Keyingi aytilgan sozlamalarda ikkinchi etapga qo'yamiz. Bu video nedliyadetay turgan bo'ladi, ruschada bo'lsa, inglizchada bilmayman turgan bo'ladi. Xullas o'zlaringiz ko'rib olasizlar. Mana shu o'rtasida turadi xullas. Qanaqa bo'lsa ham o'rtasida turish kerak bitishga. Bu narsalarga bosish kerak emas. Bularga tegmaysizlar. Funksiya desa o'zimizni nomerimizni kiritamiz. Aytib o'tganimdek, Beeline nomeri bo'lsa kiritiladi. Bir marta nomerlarni ishlatmasliklaringizni maslahat beraman. Agar Amerika nomerini to'g'ridan-to'g'ri 3 oylik abonement bilan sotib olish imkoniyatini bilsanglar yo tushunsanglar, o'sha Amerika nomerini sotib olsangiz bo'ladi, o'sha nomerni kiritsangiz bo'ladi, lekin bu degani $25 ga tushasiz degani, undan ko'ra 50 ming so'mga o'zbek nomerini sotib olib ulaganlaringiz yaxshi. Amerika nomerini sotib olib kirsanglar hech qanaqa YouTube akkauntlaringiz professional akkaunt bo'lib qolmaydi yoki zo'r akkaunt bo'lib qolmaydi, uni hech qanaqa farqi yo'q. O'zbek nomerini ham kiritib qo'ysanglar bo'ladi, ya'ni Beeline nomeri. Endi kalit jumlalarga o'tamiz. Kalit jumlalarni esa birma-bir mana ko'rib ko'ryapsizlar, bizga kirib bergan. Mana shu birma-bir ko'chirib qo'yaveramiz. Xo'p, kalit jumlalarga standart bormi deganlar diqqatiga, Cloud ham, ChatGPTdan so'rasanglar ham aytadi. Maksimum 10 ta. Maksimum 10 ta. Undan ortig'i ortiqcha kerak emas. Bir xilla bor. O'sha 500 ta o'zi limiti bo'lsa, shu 500 ta so'z bo'lmagani uchun mana shu bo'lmagunigacha qo'yib qo'yadi kalit so'z va hashtaglarni. Buncha kerak emas do'stlar. Muhimi shu 10 ta normal kalit so'z bo'lsa bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Hozir men kamroq joylashtirdim. Kalit so'z bo'lsa bo'ladi, 10 ta yetadi. Undan keyin taglar, hashtaglar. Hashtaglarni mana bunday ko'chirib olib kelib qo'ysak bo'ladi, lekin buni ham bitta ko'chirishimiz kerak. Xullas, buni ham birma-bir mana shunday ko'chirib kelib qo'yamiz. Aytib o'tganimdek. Tanlashni keyin ham qilib qo'ysak bo'ladi. Описание, titli qo'ymayman. Siz qo'ymoqchimisiz? Qo'ying. Qachon qo'yish kerak, qachon qo'ymas kerak. Agar sizning kanalingiz faqatgina bitta yo'nalishda bo'lmasa, ya'ni masalan, dating kontentlarda faqat bitta yo'nalish bo'ladi. Yosh bolalarni o'ynatish, boshqa narsa qilish, ranglar bilan ishlash, shunga o'xshagan narsa. Lekin hozir men faktlar yo'nalishida kontent qilmoqchi bo'lganim uchun, ya'ni faktlar yo'nalishida kanal ochayotganim uchun ham menga bu narsa kerak emas. Chunki men har doim videolarimda har xil faktlar haqida video qilib chiqaman. Ya'ni bir kun Germaniya haqida faktlar bo'lsa, ikkinchi kun Fransiya haqida qanaqadir qiziqarli faktlar yoki uchinchi kun SSRning tarixida bo'lib o'tgan qiziqarli faktlar. Bu degani mana har bitta videomda описаниесі har xil bo'ladi degani. Shu sababli men bu yerga описание kiritib qo'ymayman. Agar bu yerga описание kiritib qo'yadigan bo'lsam agar, mana har bitta videomda mana shu yerga kiritib qo'ygan описанием avtomatik tarzda chiqib kelaveradi. Shu sabab men kanalimda, ya'ni videomga nom ham qo'ymayman, описание ham qo'ymayman. Agar siz ham har doim kontentingiz boshqacha bo'ladigan bo'lsa, описаниеңiz boshqacha bo'lishi kerak bo'ladigan bo'lsa, agar описаниеңiz kiritib qo'yish shart emas. Endi savol tug'ilishi mumkin. Описаниeni har doim har xil kiritsa, bu YouTube kanalga ta'sir qiladimi? Yo'q, hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Muhimi, описаниeni tagidagi hashtaglar bir xil bo'lsa bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Описаниeni tagidagi hashtaglar bir xil bo'lsa bo'ldi. Va qo'shimcha sifatida bitta hashtag kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, Fransiya haqida faktlar qilsanglar, Fransiya kiritib qo'ysanglar, yana ham foydaliroq bo'ladi. Bu o'sha videolarni rekomendatsiya qilib tarqatib berishda. Ruxsatlarga aytayotganimdek tegishilmaydi, bu yerga ham tegishilmaydi, bu bo'limlarga ham tegilmaydi. Bo'ldi. Mana shu saqlash tugmasi bosiladi va bu yerda esa faqatgina profilimiz rasmi qoldi. Uni to'g'rilaymiz. Bunda biz masalan deylik, mana bu yerda hozir buni ko'chirib olamiz. Qo'yaylik. Mazmun haqida tushuntirib o'taylik. Ko'chiramizda kanalim uchun profil rasm yasab ber. O'zimizga ham qo'shaman. Masalan deylik, shunday o'qituvchi ko'ppasiga esa sariq va yonib turgan
O'zlaringiz idealaringizni qo'yasizlar. Men hozir prosta ideyam tushib kelgani uchun shu ideyani qo'ydim. Sizlar o'zlaringizga xohlagan idealaringizni qo'ysanglar bo'ladi. ChatGPT'ning kerak bo'lishining sababi bizga shunchaki profilimiz uchun rasm yasab beradi. Bu profil rasmini sizlar xohlasanglar Nano Banana orqali yasasanglar ham bo'ladi, Google Labs orqali ham yasasanglar bo'ladi, Ideogram orqali yasasanglar ham bo'ladi yoki boshqa bir sun'iy intellekt orqali ham yasasa bo'ladi. Men farosa ChatGPT menga qulay bo'lgani uchun ChatGPT orqali yasayapman. Sizlar esa o'zlaringiz xohishlaringizga ko'ra boshqa bir nima orqali ham, sun'iy intellekt orqali ham bemalol yasasanglar bo'ladi. Mana shu. Endi do'stlar, hozir kutamiz. Bizga profilimiz uchun rasm yasab beradi. Profilimiz uchun o'sha rasm tayyor. Meni o'ylashim bo'yicha, meni fikrim bo'yicha, endi boshqalarini bilmadim. Ideal rasm men uchun. Ya'ni men bu rasmni albatta profilim rasmiga qo'ygan bo'lardim, chunki juda ham zo'r tarzda qo'yib berdi va bu yerda har qanaqa faktlar haqida bemalol kontent qilishimiz mumkin. Ya'ni bu video rasm YouTube kanalimiz uchun ideal moslashadi. Zagruzka qilgan nimamizni joylashtiramiz va shunga o'xshagan yana bir bannerimizni yasab olishimiz mumkin bo'ladi. Men hozir banner yasamayman, chunki banner yasash uchun men Canva orqali ishlayman, ko'pincha Picasso orqali ishlayman. Ancha ko'p vaqt olib qo'yadi. Shu sabab men hozir chop etishni bosaman va kanalni tayyor deb qabul qilib ko'rsataman sizlarga. Ko'rib turganlaringizdek, kanalimiz tayyor holatda va biz endi bu kanalimizni bu video IQ orqali bemalol tekshirib olishimiz mumkin bo'ladi. Xatoliklar bo'lsa, xatoliklarni tushuntiradi. Agar bo'lmasa, uni ham aytib o'tadi. Mana kanalimizda o'zimni nimalar haqida tushuntirib o'tadi bu yerda. Video qo'ymaganmiz endi. Video qo'ysa yana ham aniqroq ko'rsatadi. Video qo'yishimiz kerak. Xullas, video qo'ysa yana ham aniqroq ko'rsatadi videoki, yangi bo'limda ochiladi video qo'yilgandan keyin. Xo'p, nima demoqchiman? Video orqali biz o'sha qo'yadigan videolarimizni hashtaglarini, kalit so'zlarini va mana bu yerda hozir bizga cloud bergan kalit hashtag so'zlarini yoki videomizni o'zini analiz qilib berishini men o'tgan safarga agar bilmasa ko'pchilik o'tgan safargi darsida tushuntirib o'tganman. Call to actionlar videoni yaxshi ishlatish shu haqida o'tgan safargi joyli efirimizni to'liq tushuntirib berganman. U tepada joylashgan, bemalol ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganlaringizdek kanalimiz tayyor, chop etildi kanal, tayyor holatda keltirildi. Endi mana shu kanalimiz bilan biz bemalol kontent qilsak bo'ladi, yuritsak bo'ladi. Endi oxirida esa bu nomni ishlata olmaysiz. Mana shu joyda kanal nomini almashtirish kerak ekan, xullas boshqa nom qo'yamiz. Agar sizlar nima qilgan bo'lsanglar, boshqa nom kirishingiz kerak, chunki bu nomlarni YouTube tasdiqlamayapti. Boshqa nom kiriting deb aytayapti. Boshqa nom kiritib kanalimizni tasdiqlata olsak bo'ladi. Boshqa hech narsada muammo yo'q. Ko'rganlaringizdek profil rasm, banner hammasi tayyor turibdi. Xo'sh, endi esa do'stlar, men buni ekran zapisida o'chiraman. Hozir men sizlarga endi nima uchun bu yo'nalish tanlagani va qaysi yo'nalishlarni tavsiya beraman, shu haqida ham tushuntirib o'taman. Ekran zapisi o'chirildi. Endi esa meni ko'rib turasizlar faqat. Xo'sh. Endi nima sabab men sun'iy intellektdan qiziqarli fakt yo'nalishlarini tanladim? Sababi men hozir bu joyli efirga kirishimdan oldin ham qisqacha mana shu sun'iy intellektlar bo'yicha qiziqib YouTube'ga kirib ko'rdim. Ko'pincha sun'iy intellektdan qilingan videolarni aytaman sizlarga. Sun'iy intellektdan qilingan videolar ko'pini ko'rsanglar, hayvonlar bir-biri bilan urush qilgani yoki hayvonlarning u yerdan bu yerga yurgani yoki qaysidir qahramon bilan qaysidir hayvonni bir-biri bilan solishtirgani yoki qanaqadir mevalar yoki qaysidir hayvonlar bir-biri bilan gaplashgani shu haqida qilingan kontentni ko'rdim. Lekin foydali ma'lumotlar beradigan yoki foydali maslahat beradigan sun'iy intellektdan qilingan kontentlarni juda ham kamdan kam uchratdim. Nima uchun aynan mana shu yo'nalish bo'yicha men kontent tanladim? Sababi YouTube'da hali raqobat bo'lmagani uchun birinchi o'rinda.
Ikkinchi o'rinda esa bunaqa qilingan kontentlarda ko'pincha mana doполнительный sun'iy intellektdan qilsanglar, call to actionlar qo'shilgani uchun va qo'shimchasiga bu yerda boshqa ozuvchilar qo'shilgani uchun ham bu to'g'ridan-to'g'ri aytayotgan, boyam aytdim, sun'iy intellektdan qilingan video emas, balki noldan yasalgan video deb qabul qiladi buni YouTube. Ertasidan kontentlaringizda hech qanaqa bir muammo yuzaga kelmaydi, manchasi ulashishida ham. Va bunaqa kontentlar boshqa bir sun'iy intellektdan qilingan kontentlar, ya'ni boshqa bir sun'iy intellektdan qilingan sodda kontentlarga emas, balki professional kontentlar qatoriga kiradi. Biz to'g'ri kino qila olmaymiz, biz qanaqadir seriallarni nimasini qila olmaymiz, ya'ni ko'chirib turib yasolmaymiz qanaqadir video, lekin biz nima qilyapmiz? Professional video qilyapmiz. Qanaqa? Sun'iy intellektdan. Xuddi mana shu sabab ham men sun'iy intellektdan qilingan kontentlarni ko'pincha biznes ideya yoki mana shu sun'iy intellektdan qilingan kontentlarga men o'z ideya berib o'tyapman do'stlar, hammaga aytib o'tyapman. Sun'iy intellektdan qilinadigan biznes ideya birinchi o'rinda sun'iy intellekt qilmoqchi bo'lsangiz yoki tarix yo'nalishida qilinadigan kontent, men bu bo'yicha darsga ham joylaganman kursga. Tarix yo'nalishi yoki mana shunga o'xshagan qiziqarli faktlar yoki futbol yo'nalishida qilmoqchi bo'lsangiz, futbol haqida ham qanaqadir ma'lumotlar kontenti yokida futbolni o'zini yasamoqchi bo'lsangiz, agar videosini qanaqadir mazmunda, hikoyali mazmunda qilganlaringiz ancha ma'qul bo'ladi, ancha yaxshi bo'ladi, ancha foydali bo'ladi. Buni ham RPM ham baland bo'ladi. Hech qanaqa bir kanalingiz manzilga ulamoqchi bo'lsangiz agar muammolar yuzaga kelmaydi. Yaqindan bir inson yozyapti, mevalarni kesilgan, sun'iy intellektda mevalar kesilgan videosini ko'rsatib, mana shu kanalni rivojlantirmoqchiman. 5 sekundlik video, short formatda. Rivojlantirmoqchiman, shu kanal manzilga ulamoqchiman. Do'stlar, bunaqa kanal, bunaqa sodda kanallar manzilga ulanmaydi. Bunaqa sodda kanallar, bunaqa sodda kontentlar manzilga ulanmaydi. Shu sabab bunaqa sodda kontentlardan katta natija kutmanglar. Shu men maslahat beraman, sun'iy intellektdan qilmoqchi bo'lsangiz shunaqa yo'nalishda. Endi yana bir yo'nalishni tavsiya beraman, o'yin yo'nalishi ko'proq. O'yin yo'nalishlaridan qanaqa yo'nalishlarni men tavsiya beraman? Roblox yo'nalishi. Nima sabab Roblox yo'nalishi? Sababi Roblox yo'nalishi ham telefonda, ham kompyuterda qilinsa bo'ladigan yo'nalish. Ham kompyuterda, ham telefonda qilsangiz ham bo'ladi. Hech qanaqa bir qiyinchilik joyi yo'q, to'g'ri. Telefonda hamma funksiyalar olmasligi mumkin, lekin kompyuterda ko'p funksiyalar bor, lekin o'sha telefonda o'z funksiyalari bilan kanalingizni yaxshi ko'tarib olsangiz bo'ladi. Yoki Minecraft yo'nalishi. Nima uchun Minecraft yo'nalishi? Siz buni telefonda ham, kompyuterda ham qilsangiz bo'ladi va plusiga Minecraft yo'nalishi ancha-muncha SNG va Yevropa davlatlarida ham mashhur bo'lgani uchun kanalingizni Roblox yo'nalishiga nisbatan tezroq ko'tarib olasiz. To'g'ri, RPM Roblox yo'nalishidan ko'ra pastroq bo'ladi, lekin siz kanalingizni Roblox yo'nalishidan ko'ra tezroq ko'tarib olishingiz mumkin bo'ladi. Minecraft yo'nalishi ham ancha-muncha yaxshi yo'nalish bo'ladi. Tak, mana shu ikkita yo'nalishni tavsiya beraman o'yin yo'nalishida. Agar men detskiy kontent qilaman desangiz, agar Supronk yo'nalishi yoki jvo kontentlardan o'yinchoqlarni o'ynatib yoki balonlarni yorib shunga o'xshagan jvo kontentlarni olib chiqsangiz ham bo'ladi detskiy kontent yo'nalishida. Bunda ham ancha-muncha yaxshi yo'nalish bo'ladi. Kanalingiz short formatda qiladigan bo'lsangiz, agar tezroq ko'tariladi. Agar Supronk qilaman desangiz, agar long formatda qilishlaringizni men maslahat beraman. Xo'sh. Undan keyin yo'nalishlar haqida gapirib o'tdik. Bugungi mavzumizda qolgan mavzular yana nima edi? Va 3 ta insondan savol, 3 ta savol qabul qilaman degandim. Shu sabab 3 ta inson bemalol savol bersa bo'ladi. Kimga savol bo'lsa bemalol bersanglar bo'ladi do'stlar. Men hozircha nimani tugatdim gapimni. Kimmi savoli bor? Shu o'tgan mavzularimiz bo'yicha kimmi savoli bo'lsa, bemalol bersanglar bo'ladi. Bo'lmasam, men oxirgi mavzuni gapiraman-da, shu bilan jonli efirimizni yakunlasak bo'ladi. Tak, men mikrofonni yo'q qo'yganman, uzr bor. Yoqdim mikrofonni mana. Necha kishi bo'lsa, hammaga yoqib chiqdi mikrofon. Yozyapsizlarmi savol? Yozayotgan ekan. Tak, kanal bo'yicha maslahat bering. Hozir kanalingizni ko'raylik qara, Bahodir deganlar yozibdilar. Xo'p, qarang Bahodir, agar siz bunaqa o'yin yo'nalishlarini shunchaki
o'ynab turib video qilmoqchi bo'lsangiz, undan ko'ra yaxshi maslahat beraman. Kanalingizni jonli efir etapini yoqib turib, bunaqa yo'nalishda short formatda jonli efir qilsangiz yana ham yaxshiroq bo'ladi, yana ham prosmotringiz oshadi. Chunki bu narsalarni videosini qilib chiqadigan bo'lsangiz, bu juda ham zerkarli va buni to'g'ridan-to'g'ri aytayotganimda YouTube reklama deb qabul qiladi. Buni evaziga kanalingizning videolari ancha-muncha ko'tarilmasligi yo muammolar duch kelishi mumkin. Shu sabab maslahat beraman, agar o'yin o'ynayapsizmi, eng yaxshisi YouTube'da short formatda jonli efir yoqish joyi bor. O'sha jonli efirni yoqasizda, shu o'yinlarni o'ynaysiz. Qancha yarim soat, 1 soatni o'ynab o'tirasiz har xil o'yinlarni. Bu yana ham kanalingizni ko'tarishiga sababchi bo'ladi, effekt beradi. Keyin profil rasmi yaxshi tushmagan, banneringiz yaxshi ko'rinmagan. Profil rasmi bilan bannerni alishtirishingizni maslahat beraman. Kanalingiz описанияsi yaxshi, qolgan joylari chotka emas. Faqatgina alishtirish kerak bo'lgan narsalar banner bilan profil rasmini almashtiring. Juda ham sodda va oddiy bo'lib qolgan. Plusiga esa video qo'ygansiz, o'z video qo'yish shart emas edi. Videoga preview qo'ysangiz yana yaxshiroq bo'lardi, lekin preview ham qo'ygan bo'lsangiz, juda oddiy preview qo'ygansiz. Videolarni iloji bo'lsa, описаниясida o'sha videoning nomini yozmoqchi bo'lsangiz, titl yozmoqchi bo'lsangiz ekan, katta harflar bilan yozsangiz yana ham yaxshiroq chiqadi. Keyin описанияni yozgan paytda qo'shimcha ikonkalar kerak emas. Ikonkalardan foydalanmang. Ya'ni bu tutuq belgisi yoki qanaqadir nuqta yoki bunaqa undoq belgisi bular kerak emas. Bularni qo'yib o'tirmang. Tak. Undan keyin sun'iy intellekt bilan uzun video qilishni o'rgating va qaysi personajlar ham o'ting. Bu bo'yicha darsligimiz bor tepada. Tepada javob berib o'tganmiz. Salomat bo'ling. Aytib o'tganmiz. Endi sun'iy intellekt uchun alohida dars qilamiz. Soat 11 bo'ldi. Uni ko'rsatsam, уже qarang, soat 12 bo'lib qoladi. Yordam bering, video qilmoqchiman. Bo'ldi, siz shaxsiy ichkariga yozing, men sizga o'zim yo'nalish topib beraman. O'zim sizga yo'nalish topib beraman. Xo'sh. Endi bitta ikkita savol qabul qildik. 3-savol. Kim beradi? 3-savolni bergan insonlar o'sha to'xtamiz shu bilan. Yakunlaymiz. Ammor Fatih. Kurs bor, shaxsiy ichkariga yozsangiz, ma'lumot tashlab beriladi. Hozir shaxsiy ichkariga men o'zim qoldiraman. Xo'p, nima uchun mana shu joyda men hozir shuncha gapirib o'tdim, ko'pchilik tushunmagan bo'lishi mumkin. Nima uchun short formatda qo'ygan kontentlaringiz birinchi yaxshi prosmotr yig'adi, keyinchalik yaxshi yig'maydi. Bu haqida ham tushuntirib o'tdim sizlarga. Qaranglar. Buni asosiy sababi. Birinchi masalan deylik, YouTube'da yangi ochgan paytingizda YouTube'ning o'zini nimasi bor-da mana. Qanaqa video qo'yishdan qat'iy nazar bir martalik rekord chiqib beradigan o'zini zo'r bir funksiyasi bor. Masalan, bitta video qo'yingiz, o'sha videongiz rekomendatsiyaga olib chiqib beradi birdan. Birinchi videongiz, lekin keyingi videongiz yaxshi prosmotr yig'maydi. Bu degani siz o'ylaysiz, birinchi videoda 6000-7000 prosmotr bo'ldi. Demak, videom zo'r ekan. Yo'q, do'stlar, u video zo'r bo'lgani uchun emas, balki YouTube shunchaki bu videozni birinchi video deb qabul qilib, sizga o'sha rekomendatsiyasini bergan bo'lishi mumkin. Lekin agar u videongiz boshdan oxirigacha ko'rilmasa, 6000-7000 bo'lib to'xtab qoladi. Bundan keyingi 2-3 ta videolar ham xuddi shunaqa bo'ladi, to'xtab qoladi. Va buni evaziga keyingi videolaringiz 0 prosmotr bo'ladi. Nima uchun? Chunki YouTube bu videolaringizni kimga to'g'ri tarqatib berishni, kimga yetkazib berishni bilmay qoladi. Buni sababi o'sha tarqatib bergan insonlar bu videozni oxirigacha ko'rmayapti. Demak, bu videolar o'sha qilgan videongiz boshqalarga qiziq emas, qiziq joyi yo'q, ko'rmadi, videoning oxirigacha analizini ko'rsangiz ham, analitika bo'limini ko'rsangiz ham oxirigacha ko'rilmagan bo'ladi bunaqa videolar. Analitikasini ko'rsangiz ham ko'rsatgan bo'ladi o'zi. Videolarni oxirigacha ko'rmayapti va buni evaziga sizning keyingi videolaringiz YouTube kimga tarqatib berishni bilmaydi. Shu sabab keyingi videolaringiz prosmotri 0 bo'ladi. Buni asosiy yechimi hashtaglarni, kalit so'zlarni to'g'ri joylashtirish, to'g'ri qo'yish, hook, call to actionlardan to'g'ri foydalanish. Yana qaytarib o'taman, hook, call to actionlarni to'g'ri qo'yish, to'g'ri joylashtirish, hashtaglarni to'g'ri joylashtirish bo'yicha meni o'tgan safargi joyli efirimda to'liq darsligim bor. Uni ko'rsanglar, o'sha yerda to'liq tushuntirib berganman. Talking Tom yo'nalishi juda ham eski yo'nalish. Bu yo'nalishni qilishni maslahat bermayman. Bu juda ham eski yo'nalish. Undan ko'ra yaxshiroq bo'lgan yo'nalishlarni qilganingiz ma'qul. Masalan, o'yin yo'nalishi. Shu. Boshqa bir o'yin yo'nalishi. Mana tarix yo'nalishi ham zo'r. Xo'p, do'stlar, 3 ta savolni ham qabul qildik. Qolgan savollarni hozir Telegram kanalida linkini qoldiraman, o'sha yerda berasizlar. Hozir 3 ta savolni ham qabul qildik. Endi oxirida va'da qilgan narsani bera olayman, eng muhimi shu. Men va'da qilib qo'yganman, ko'pchilik mendan so'ragan, va'da qilganman, o'sha narsani bugun e'lon qilaman deganman, ko'pchilikka va'da berib qo'yganman. Shu sabab shu chegirmani e'lon qila olay. Xudo xolasa qolgan savollarni bemalol sizlar shaxsiy ichkidan berib o'tsanglar bo'ladi. Xo'p, ko'pchilik kutgan, anchadan beri so'raganlar uchun mana shu chegirmani qilaman. Shu paytgacha bilasizlar, katta kursimga chegirma berganman. Katta kursga 50%, 60% chegirma berilgan. Joy kelsa 60% chegirma berganman katta kursga.
Lekin katta kursga shu paytgacha 70% chegirma berilmagan. Shogirdlik kursiga esa shu paytgacha 50% ham chegirma berilmagan. Bugun men shogirdlik kursiga, ya'ni shogirdlik kursini katta tarifiga 70% chegirma beryapman. Ya'ni shogirdlik kursini kichkina emas, katta tarifi. Bu oddiy kurs emas. Telegram kanaliga qo'shilib turib faqat o'zingiz o'rganib oladigan kurs emas, balki siz bilan individual ishlab boradigan shogirdlik kursiga 70% chegirma e'lon qilganman. Mana shu chegirmani faqatgina 3 ta insonga bermoqchiman. 3 ta insonga. Bu erta kechki soat 4 gacha, ya'ni obeddan keyingi 4 gacha amal qiladi. Faqatgina 3 ta insonga nasib qiladi. Bugun kimdir biron qilsa joyini egallab qo'yadigan bo'lsa ham, agar bu chegirma o'sha insonga beriladi, joylar soni kamayadi. Shu, faqatgina 3 ta insonga 70% chegirma e'lon qilganman. Buni ko'pchilik so'ragani uchun Instagramdan, Telegramdan o'sha skrinshotlarni ham ko'rsatdim. E'lon qilgani uchun, so'ragani uchun beryapman shu do'stlar. Faqatgina 3 ta inson foydalanib olsa bo'ladi. Bu aytayotganimdek oddiy kurs emas, katta kurs, kichkina kurs emas, Telegram kursi emas, balki men bilan ishlab boradigan individual kurs hisoblanadi. Bunda amaliy darsliklar bo'ladi. Bunda individual o'rganib borish bo'ladi. Bunda kanalingizni analiz qilib berishim, kanalingizni tekshirib berishim, sizga o'zim yo'nalish tavsiya berishim, sizga o'zim o'qitib o'rgatib borishim, hammasi ichiga kiradi. Kanallarni maysasi darajagacha olib chiqish, maysasalarni o'rgatish, qo'shimchasiga Akta brauzerlarini to'g'ridan-to'g'ri nastroyga qilish o'rgatiladi. Hech qaysi YouTuber o'rgatmagan ma'lumotlar kiradi bunda xullas. Mana shu. Bu chegirmadan foydalanish uchun hozir Telegram kanalida o'zimning ichkamda yozib qoldiraman. 70 raqamni yozib qoldirasizlar va kimdadir qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, hozir bera olmagan, u bo'yicha ham mana shaxsiy ichkamga yozsanglar bo'ladi. Hozir men o'zimning shaxsiy ichkamni bu yerda yozib qoldiraman. Bir daqiqa. Telegram kanalda tak. Bo'ldi do'stlar, mana yozib qo'ydim Telegram kanalida qo'shimcha savollar uchun ham, o'sha chegirma bo'yicha ham o'zim shaxsiy ichkamda yozib qoldirdim. Bemalol o'sha yerga o'tib yozsanglar bo'ladi. Qo'shimcha savollar savol bera olmagan insonlar, bilaman ko'pchilik savol bera olmadi, yoza olmadi. Hammasi bo'yicha o'sha yerda gaplashib olamiz, xudo xolasa. Bugungi bergan bilimlarimga roziman. Ajratgan vaqtingizga ming rozi bo'linglar. Eng muhimi shu do'stlar. Juda ham ko'rishgandan xursandman barcha bilan. Anchadan beri jonli efir qilmagandik, xudo xolasa. Keyin men shunaqa davomli jonli efir qilishga harakat qilaman, vaqtimdan kelib chiqib inshaalloh. Barchaga rahmat, ajratgan vaqtinglar uchun rozi bo'linglar. Bergan bilimlarim uchun yana bir bor roziman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchaga rahmat berganlar uchun.